Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlar, obunachilar Hasanboydamiz. Sementalchi akaning xonadonlariga keldik. Bizda sotuvda 2 bosh g'unajinni udarlari kelgan. O'shalarni qisqacha video obzorlarini qilib beramiz. Qadrli obunachilar, gibridimiz xudo xolasa 5 oylik atrofida. Mana bunisi mana xudo xolasa xonadondan olinib o'sha burungi Toshkent paroda deydimi, rossiyskiy paroda deydimi. Hozir buni ostlarini ko'rsataman, o'z hayron qolasizlar. Xo'p, buni bo'ybasida tuyog'idan dumini tepasigacha 1.10 plus minus, mana bu 1.13 chiqyapti. Mollarimiz nihoyatda chiroyli, mana qadrli obunachilar. Hozir keldi, shuning uchun buni pardoz-mardozini ham qilib o'tirmadik, boricha obzorni boshlab yordik. Mana korobkalarga bitta e'tibor qilib qo'yamiz, oyoq qo'llariga, baquvvatligiga, molimizning uzunligiga. Mana bismillahirrohmanirrohim. Qani bir xaltalaringni, so'skalaringni mana buni tomosha qilib qo'yasizlar qadrli obunachilar. Mana ortiqcha ta'rif, ortiqcha reklama shart emas. Borini ko'rsatib qo'ya qolamiz. Molimiz nihoyatda zo'r. O'sha bitta aybi shox kuydirilmagan, xudo xolasa bugun hozir doktorimiz bilan gaplashib ko'ramiz. Agar ulgursa shoxini kuydirtirib qo'yamiz bugun. Nasib bo'lsa. Mana bu semental bilan rossiyskiy chatishmasi. Gibrid. Ikkalasini bir joyda sotamiz. Xudo xolasa to'liq 5 oylik bo'lmagan. Mana. Qadrli obunachilar, videoda har doim katta ko'rinadi. Shuning uchun yana bo'ybasini eslatib o'taman. Tuyog'idan dumini tepasigacha 1.13 chiqdi. 1.10 ni hisobini qilib olaverasizlar. Ma'munimiz 1.10. Bu vahshiy bir boshqacha ekan. O'sha burungi hozir xaltalarni ham ko'rsatib o'taman buni. Qoyil qolasizlar xudo xolasa. Buzoli yaltillayotibdi, sog'lom. Mana. Mana qaranglar. Mana buni qarab turinglar mana. Garmoshkani ko'ryapsizlarmi? Mana. Mol cho'chib ketyapti. Mana, mashalloh. Hozir bari ko'rsatishga harakat qilaman buni xaltasini. Mana xalta. Ko'ryapsizlar, xuddi bo'g'oz g'unajinga o'xshaydi, Alloh qalam. Bo'lmasam nima, 4 oy, 5 oylik buzoq mashi. Korpusining uzunligini ko'ryapsizlar, qadrli obunachilar. Xo'p. Demak, 4 oy, 5 oy atrofidagi buzoq. Mana bunisi 5 oylik bo'lmagan, bunisi o'sha rossiyskiy bilan sementalli chatishmasi. Mana bunisi o'sha burungi, o'sha rossiyskiy parodalardan. Mana shu xaltasiga ishqiboz bo'lib qo'yaverasizlar nasib bo'lsa. Mana. Zo'r cho'chib ketyapti-da, mana qarang. Qadrli obunachilar, ko'p qiynamagan holda buni pulini aytib qo'ya qolamiz. Xo'p, ikkalasiga jupiga 26,5 million so'rayapmiz. Oz-moz xayri bor mana mollar. Shu bezantirilmagan boricha video qilindi. Boricha, mana buni yana ostlarini ko'rsatib qo'ying. Mana korobka bichim shu gibridga xos. Mana uzunligi 26,5 million. Oz-moz xayriga o'tib beramiz qadrli obunachilar. Och oyog'ing mana. Mana xalta. Yedistiga, sog'lomligiga 100% garantiya har doimgidek. Manzilimizdan yana bir marta eslatib o'tamiz. Manzilimiz Toshkent rayoni Hasanboyda. Bo'yi 1.13 chiqyapti, 1.10 ni hisobini qilib yuborasiz. Ikkalasini bir joyda sotamiz. 26,5 million oz-moz xayri bor qadrli obunachilar mana. Zo'radan ham ko'rsating. Quyoshli bo'lganiga. Hamma yoq kelishgan. Faqat olish kerak, mehnatini qilib, sigir qilish kerak, boqish kerak. Mana. Hammaga rahmat.